buramiz. Shunda bu yoqqa 3 newton, unga perpendikulyar tepaga 8 newton chiqadi. Mana bu ikkalasi 90 gradus. Mana bu ikkita chizmani olyapman. 8, bu yoqqa 3. Shu ikkalasi mana burib oldik. Shunda 8 newtonga nisbatan 60 gradus burchak ostida mana bu burchak 60 gradus. Bu yoqqa 5 newton bor. Va shu 60 dan keyin bu yoqda o'zi qarasak 30 gradus qoladi. Shunga nisbatan 75 bo'lish uchun 45 gradus olgan holatda mana bu 45 gradus. 3 ildiz ostida 2 newtonni joylashtiraman. Mana shu oraliq shunda 75 gradus bo'ladi. Qarasam buni natija topishim uchun qaysi ikkitasini qo'ysam mos kelishi hech chiqmayapti. Endi nima qilamiz? Mana bu 3 ildiz ostida 2 bo'lsa, 45 bo'lsa, mana bu y o'qini iziga davom ettirsak, y o'qini. Bu mana bu 3 ildiz ostida 2 bunga nisbatan ham 45 gradus hosil qiladi. Shunda bu 45 gradus tashkil etuvchisi f x'imiz f ko'paytirilgan kosinus alfa, f y'imiz f sinus alfa bo'yicha hisoblasak, 45 da ikkalasini ildiz ostida ikkitasini ikkiligini hisoblasak, 3 ildiz ostida 2 ni ildiz ostida ikkitasini 2 ga ko'paytirsam, natijada 3 newton bo'ladi. Bu degani mana shu 3 ildiz ostida 2 ning x o'qdagi proyeksiyasi ham y o'qdagi ham 3 newtondan degani. Xuddi shunday mana 5 newtonni proyeksiyalasak, mana 5 newtonda. Buning mana bu 8 newton kuch yo'nalishdagi proyeksiyasi 2,5 bo'lib chiqadi. Chunki 30 gradusli burchak qarshisidagi katet gipotenuzani teng mana bu yerdan proyeksiyalayapmiz. 2,5. Tak. Bu yoq 2,5. Bu esa mana y to'qdagisi 2,5 ildiz 3 bo'ladi. Mana shuni to'g'ri x o'qi bo'yicha proyeksiyalab olsak, mana shu 5 ning mana bu 30 gradusga yopishgan holati uchun yozsak, yopishgan katet kosinus bo'lganligi uchun f ko'paytirilgan kosinus 30 bo'ladi va bu qiymatni hisoblasak 5 ko'paytirilgan kosinus 30 ildiz taqsim 2 shundan 2,5 ildiz 3ligini topayapmiz. Endi bu bu yoqqa tortayotgan mana bu 3/2 dagi 3 bilan mana bu pastga tortayotgan 3 newton ikkalasi yo'qolib ketadi. Va bu o'q bo'yicha faqatgina bizda mana bu yerda topilayotgan 2,5 ildiz 3 5 ning x o'qdagi proyeksiyasi qoladi. Endi bu tepaga 8 newton, pastga 3 newton, yana tepaga 2,5 newton ham tortayotgan edi. Umumiy tepaga tortayotgan 10,5, pastga 3 tortyapti. 10,5 dan 3 ga ayirsak 7,5 bo'ladi. Bu 7,5 tepaga bo'lyapti. Va ikkalasining orasidagi burchak bizda 90 gradus. Shu ikkala holat uchun mana buni 2,5 kara 3 deb tursak-da, ikkalasi uchun natijavini topsak, f natijaviy teng bo'ladi ildiz ostida f1 ning kvadrati plus f2 ning kvadrati. Hisoblasak ildiz ostida 2,5 ning kvadrati, 2,5 kara ildiz ostida 3 ning kvadrati. Plus bu yerda 2,5 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ning kvadrati. Teng. Shunda 2,5 ning kvadratlarini birdan ildizdan chiqarsak, 2,5 ko'paytirilgan ildiz ostida. Ildiz osti 3 kvadrat 3 bo'ladi. Bunisi 9 bo'ladi. Teng. 2,5 ko'paytirilgan ildiz osti 12 dan 2 ildiz osti 3 chiqishini hisob qilsak, ikkovining ko'paytmasi 5, ildiz osti 3 bo'ladi. Mana shunda 5 ildiz osti 3 D javob haqiqatdan ham to'g'ri bo'lib chiqadi.
12-misolni